Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz bino qurilishida tayyor bloklarni qo'yib sotamiz. Qarorlik setishni yo'lga qo'ymoqchi edik. Banka bilan so'zlashsak, shariatga uyg'un murabaha usuli bo'yicha pulni banka to'lab beradi ekan. Qarzdor xaridor keyincha bankaga qarzni o'simi bilan to'laydi ekan. Bu ahvolda biz o'sim olmagandan keyin bankadan qarz olganlarga mal sotsak to'g'ri bo'lamdi? O'sim olmasakmi bizga gunoh bo'lamdigandi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Musulmon kishining uy, mashina va yoki boshqa bir tur millini o'simlik qarz olib sotib olg'uchiga setishi, agarda u qarzni bankka faqat mushu sodini bitirish uchun ketarlik hujjatlarga imzo qo'ygan taqdirdala berib turadigan bo'lsa, harom bo'ladi. Chunki bu jazoniga hamkorlashganlik bo'ladi. Bankalardagi murabaha sodasi mohiyatda tapma halol qilingan jazonidir. Mubada banka malni sotib olib, mal igdorligiga o'tgandan keyin uni nesi va qarorlik sotsa joiz bo'ladi. Halbuki banklar bunda xiyim xatarga tavakkul qilmaydi. Qilsa edi, banka tijorat shirkatiga aylanib qolgan bo'ladi-da, buni shu davlatning qonunimi cheklagan bo'ladi. Alloh taolo gunoh va tajovuzchilikqa hamkorlashmanglar deb buyurgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo o'sim yeguchiga, yegizguchiga, uningga guvoh bo'lg'uchiga va uni yozg'uchiga la'nat qilgan degan. Shunga bu ishlardan nari turish lozim. Allohning roziligini va oxirat yurtini ko'zlab, rizqning harom va shubhali kirimdan xoli va pok bo'lishi uchun bu xil tijoratdan o'zini tavsa, Alloh uning o'rniga halol rizq va barakat ato qilg'usi. Ammo bankadan yoki biror shaxsdan o'simlik qarz olgan kishi, sotquchi uning o'simlik qarz olishiga yordamlashmagan shart ostida shu pul bilan sotib olmoqchi bo'lsa, uningga sotsa joiz. Chunki bu qarz savdoga chetilmasdan burun elinib bo'lgan. Bu qarzni berish bu savdoga qarashliq emas. Qarz bilan savdoning o'rtasida hech qanday chetishlik yo'q yoki jazonilik to'xtamni bitirishga hamkorlashishmi yo'q. Chunki odatda bir narsa sotganda xaridorning pulni o'simlik qarzdan agalganligi surishti qilinmaydi. Shunga uning gunohi shu kishining gadinidili bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.